bir marta bag'riga bossa bo'ldi. Ha, bittasi. Pul kerak. Ota-onamni поддержкасы kerak. Moddiy taraflama uy. Bugungi kunda hayotingizga kerak bo'lgan eng muhim 3 ta narsa nima? Yo'q, xudo beraver. Yapon tili. Davay. Nima? Moddiy yoki ma'naviy? Farqi yo'q. Menga moddiy taraf ham, ma'naviy taraf ham kerak. Yapon tili sertifikat, IELTS, keyin pul kerak. Pul eng muhimi. Da. Birinchi o'rinda hozir men o'zim talabaman. Birinchi o'rinda menga bu hayotda yo'limni topib ketishim uchun ota-onamni поддержкасы kerak. Ikkinchi o'rinda motivatsiya kerak. Uchinchi o'rinda motivatsiya yordam berish uchun maqsadlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Demak, moddiy tarafdan hech qanaqa Moddiy tarafni qilsa bo'ladi, agar maqsadingiz bo'lsa, motivatsiyangiz bo'lsa, harakat qilsangiz, u moddiy tarafdan ham zo'r bo'lib ketadi. To'g'ri, izначально moddiy tarafdan ham yaxshi bo'lish kerak. Yanada yaxshi bo'lish uchun maqsad kerak. Ha, bittasi. Ha? Ota-ona. Keyin ilm. Uchta narsa, bitta narsa kerak. Hammaga pul kerak bo'ldi. Xoh ma'naviy, xoh moddiy. Bilmasam javob bera olmayman. Bugungi kunda menga eng kerakli narsa ushlab amal qilinadigan buyum. xohlasangiz moddiy, xohlasangiz ma'naviy. Farqi yo'q. Menga eng kerakli narsa bilimim bor, bilim yana kerak. Pul kerak. Pul. Yanada ko'proq halovat. Yana Halovat. Yanada ko'p. O'qish, ota-ona bo'ldi. O'zimning hobbilarim. qanaqa hobbiylaringiz? Kitob o'qish. Ishlaysizmi qayerdadir? Yo'q, o'qiyman. Birinchi o'rinda ota-onam, yaqinlarim, keyin hozirgi vaqtda IELTS sertifikati retake qilishim kerak, yuqori balli. Keyin Navoiy stipendiyasiga erishishim uchun maqolalar yozib harakat qilyapman shu. Birinchisi moddiy taraflama uy. Ikkinchisi qizim uchun yaxshi o'qish. Xo'p, uchinchisi nima? Yana nima dedingiz? Uchinchisi sayohat. Qaysi davlatga borish xohlaysiz? Turkiya. Nima sababdan? Aylanishga. Yaxshi davlat. Hayotimga birinchi o'rinda kimdir meni eshitishi. Ikkinchisi tushunib bag'riga bosib, men sen uchun yoningdaman. Nima qilmagin deyishi. Prosta. Uchinchisi ham shunaqa. Prosta yonimda 5 minut o'tirib, meni eshitgani va bir marta bag'riga bossa bo'ldi. Men o'shanda juda yengil bo'laman. Bo'ldi, pul boshqa narsa emas. Prosta kimdir bergan menga e'tibori bo'ldi. Ota-ona mehri. Ko'p kitoblar. Keyin o'zimni rivojlantirish, shaxsiy rivojlantirishga oid bepul kurslar. Qanaqa kitoblar sizga ko'proq kerak bo'ladi? Menga ko'proq Shayximiz kitoblari, asosan diniy, o'sha Shayximiz kitoblari, keyin diniy kitoblar ko'p o'qiyman, shular kerak menga. Narsa Xitoy tilidan sertifikat. Keyin mashina kerak o'qishga borganda. Keyin yana nima kerak? Pul kerak. Sizga nima kerak hozir? Ayni damda yana Xitoy tilidan sertifikat menda ham. Demak, o'zim shahrimga borib kelish va yana bittasi nima desam ekan? Ingliz tilidan sertifikat bo'la qolsin. Demak, sizga sertifikatli kerak ekan. Ha, shu.